Buyurtmam yetib kelibdi. Menimcha shu eshigimni tagida bo'lsa kerak-da. Mana shu sandiqning ichida menga kerakli barcha narsalar bo'lsa kerak. Qani buni ochib ko'raylik-chi, nega da bu yerda mani buyurtma qilgan hamma narsalarim bor. Demak, men bugun uyim ichidan almazli do'kon ochaman, ya'ni olmozli do'kon xullas. Barchaga salom obunachlar. Sizlar bilan men Stefler. Xush kelibsizlar mani yangigina videomga. Xullas, bugun mana bu uyimdan mana bunaqa almazli buyumlar sotaman. Короче, uyimdan do'kon ochmoqchiman obunachilar. Davay kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Iltimos, bu kanal tezroq 1K bo'lishi kerak. Shuning uchun tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, internetda hech gap yo'q. Birinchi navbatda ishlarimni qilib olishim kerak bo'ladi. Ekinlarimni tozalab olishim kerak. Agar tozalamasam, mer bizlarni urushadi, balkim qishloqdan ham haydab yuborish mumkin. O'zingizlarda nima gaplar kommentariyaga yozib ketinglar. Yaxshimisiz? Anchadan beri men YouTube'ga ko'rinmay qoldim. Buning uchun uzr so'rayman obunachilar. Xullas, kechirasizlar degan umiddaman. Davay tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. 1K bo'lishim kerak deyapman, lekin haligacha 700 ta obunachi chinursin. Davay tezroq 1K bo'laylik. Steplerning obunachilari eng zo'ri-ku, legendarni. Xullas, davay tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Okay. Agar obuna bo'lib menga yordam bersalaring, vobshe ajoyib videolarni mendan kutaveringlar. Okay, xo'p. La'nat achigan kartoshka chiqdi obunachilar. Uzr, anchadan beri video olmaganim uchun uncha yaxshi gapira olmayapman. Buning uchun uzr so'rayman. Xullas, davay tezroq mana bularni yig'ishtiramiz ko'p gapirmasdan. Va mana bunaqa tekstura ham o'rnatdim men Bedrockga. Java tekstura. Mana bu toshlarni qaranglar, xuddi eski versiyanikiga o'xshab qolgan. Deyarli o'shaniki bilan bir xil obunachilar, kopiya. Faqat ana bunaqa taxta bloklari o'xshamadi negadir. Bagi bor meni telefonimda, qolganlarga bilmadim. Telegram kanalimdan olib ishlatsangiz bo'ladi bu modlarni. Telegram qidiruvga Stefler deb yozsangiz kanalim chiqib keladi va o'sha kanalda tashlaganman. Xullas, hamma ekinlarni sandig'imdan olib merga eritib berishim kerak va keyin do'kon ochamiz. Sandig'im ichida ekinlarim yo'q ekan. Davay qishloq meriga eritib beramiz. Va mana bunaqa ajoyib bo'lib qoldi. Nega bu merni oynalari sinib yotibdi? Uy ham rasvos chiqib ketgan. Salom janob mer, kirsam bo'ladimi? O'zi kirib bo'lding-ku. Davay mayli, kelaver. Mana janob mer, men ekinlarimni olib keldim. Bu safar juda kam oldingiga qaraganda. Mayli Stefler, bo'lib turadi. Ishingga omad, popda Stefler. Negadir bugun merni omadi chopganga o'xshayapti. Xursand bo'lib turibdi. Xullas, biz ham o'zimizni ishga qaytamiz. Okay, birinchi navbatda do'konni moslab olishimiz kerak o'zimizga. Xo'p, qayerdan quramiz do'konni obunachilar? Albatta uyimdan quramiz, lekin qaysi tarafidan? Mana shu yerdan qursam bo'ladi-ku, narsalarni qo'yibdi obunachilar. Bemalol bo'ladi. Shuning uchun mana bu narsalarni olamiz. Mana bu futbolka, xullas, hamma narsa bor bizda. Bemalol kelaverasizlar. Xullas, mana shulardan boshlaymiz va keyin internetga e'lon beramiz. Ya'ni qishlog'imizning gruppasi bor, o'sha yerga tarqataman. Xullas, odamlar vobshe qiziqib, juda ko'p odamlar kelish ehtimoli juda katta. Okay, buni mana bu yerga qo'yamiz va mana bularni endi mana bu yerga joylashtirib chiqamiz. Xo'p, o'zingizlarda nima gaplar albatta yozib ketinglar. Okay, va obuna ham bo'lib qo'yinglar. Iltimos, sizlardan 1K bo'lishim kerak. Endi mana bu narsalarni qo'yib bo'ldik. Endi mana bu almazli buyumlarga o'tamiz. Chunki endi bu yerga almazli buyumlarni qo'yish kerak. Okay, bu narsalarni bu yerga qo'yib olamiz. Chunki bu narsalar bizga kerak emas. Xo'p, endi o'zimizga kerakli barcha narsalarni olamiz. Mana bunaqa juda ko'p narsalar zakaz berganman, shunga yarasha pulim ham ketdi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Ko'rdinglarmi, pulim ham ketyapti, lekin sizlar obuna bo'lmayapsizlar. Xullas, qilichni mana bu yerga qo'yamiz. Bu almazli qilich emas, u nimaga bu yerga qo'yapsan sizlaring? Faqat almazli narsa bo'lishi shart emas-ku, kimdir qiziqib olishi mumkin. Xo'p, mana bu
nima mana bu paypoq deymiz yoki oyoq kiyim deymiz. Oyoq kiyimni mana shu yerga qo'yamiz va mana bu narsani ham bu tarafga qo'yamiz. Kiyimni ham xullas mana bu yerga endi almaslar qo'yamiz. To'xtanglar-da. Joy yetmasa almaslar qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, yana mana bu yerda nimalar bor edi? Bizlarda hali resurslar, shton, mana bunaqa ko'p narsalar bor va bizda mana bunaqa juda qimmatga oldim like block. Juda eng qimmat ekan mana bu like block. Buni endi sotish kerak obunachilar. Okay, shuning uchun ko'p joylarga qo'yib chiqamiz. Oldin mana bu lopatka, qilich, mana bunaqa o'roqlarni ham qo'yish kerak. Mana bu shton ham juda qimmat ekan. Xullas mana bunday qilib qo'yamiz. Nega qo'yilmadi bu? Bo'ldi, qo'yildi. Mana bu narsa bizga yana kerak bo'ladi, chunki mana bu taraflarga ham qo'yamiz. Okay. Mana bunday qilib bu yerga endi almas va like bloklarni qo'yib chiqamiz. Mana bu yerga like bloklarni hammasini qo'yib chiqamiz. Va mana bu yerga ikkita almas to'xtanglar, almasni hech kim olmaydi, sandig'imga qo'yib kelishim kerak. Okay, mana bu yerga qo'yamiz va bizda pulimiz ko'paydi obunachilar. Ajoyib xullas. Va mana endi buni internetga qo'yishim kerak. Xullas telefon kerak bo'ladi menga. Sizlardan uzr so'ramoqchiman, chunki videoni qolgani o'chib ketibdi. Buning uchun ming bor uzr sizlar bilan Stefler bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Yana ming bor uzr sizlardan.